Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Toshkent manzillari loyihasi bugun ham xonadoningiz mehmoni. Albatta bugungi kunda poytaxtimiz Toshkent shahrining har bir hududi katta ahamiyatga ega bo'lgan manzillar bilan boyimoqda. Va aynan damda bugun biz sizga taqdim etmoqchi bo'lganimiz esa ko'p yillardan beri o'z faoliyatini olib borayotgan muzeylardan biri. Muzeylar poytaxtimiz Toshkent shahrida juda ham ko'p va ularning o'z faoliyati, o'z maqsadi va vazifasi bor. Bugun sizlarga aynan O'zbekiston Davlat tabiat muzeyi faoliyatini taqdim etamiz. Shuncha yillar davomida bu yerda ko'plab rekonstruksiya o'zgarishlar amalga oshirilgan va bu yerdagi eksponatlarning soni kundan kun ko'paygan. Tabiatni bir bo'ligini taqdim etadigan bu muzey albatta ko'pchilik uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni o'zida mujassam eta oladi. Shunday ekan, ko'rsatuv davomida mana shular haqida sizlarga batafsil taqdim etishga harakat qilamiz. Demak, bizni Toshkent telekanalida Toshkent manzillari loyihasida tomosha qilishda davom eting deymiz. Binoga kirib kelar ekansiz, sizni chiroyli muhit qarshi oladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muzeyimizga xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Biz Toshkent telekanalini Toshkent manzillari loyihasidamiz. Bugun tomoshabinlarni aynan mana shu muzey faoliyati va eksponatlari bilan tanishtirmoqchimiz. Imkoni bor? Albatta, O'zbekiston Davlat tabiat muzeyi bu Markaziy Osiyoda eng birinchi tashkil topgan muzey hisoblanadi. Bizning muzeyimiz bu yil 150 yoshga to'ladi. Ya'ni yubiley sana bu yilimiz. Bu maskanni tashkil topishi aynan shu o'lkada o'lkamizga qiziqish bildirgan geologlar, tabiatshunoslar, biologlar tomonidan asos solingan bu muzeyimizga avval Turkiston o'lkashunoslik muzeyi nomi bilan atalgan bo'lsa, keyinchalik bu muzeydagi tarixga oid, san'atga oid eksponatlar ko'payish natijasida tarix, san'at muzeylari ajralib chiqqan. Yillar davomida bu Toshkent muzeyi, O'rta Osiyo bosh muzeyi va keyinchalik esa O'zbekiston Davlat tabiat muzeyi nomlariga o'zgartirilgan. Albatta, muzey ham biz kiraverishdan angladikki, bir necha bo'limlarga bo'lingan ekan, to'g'rimi? Albatta. Qaysi bo'limdan boshlasak biz to'g'riroq bo'ladi? Aynan tomoshabinlarga birin-ketirlikda taqdim etsak. Demak, bizda 8 ta mavzulashtirilgan zallarimiz va 6 ta dekoratsiya diorama ekspozitsiyalarimiz mavjud. Mantiqan boshlanishi bu yerda hayotning paydo bo'lishi va rivojlanish bosqichlariga atalgan zalimizdan boshlasak to'g'riroq bo'ladi. Juda ham yaxshi bo'lardi. Demak, mana shu zalga yo'l olamiz. Marhamat. Albatta, hozir mana ko'ryapmiz, muzey kerakli bo'lgan ko'rgazmali jihozlar bilan ta'minlangan. Albatta, bitta narsaga e'tibor berish kerakki, eksponatlarimiz juda ham vizual tarzda ko'zni quvontirib, e'tiborni jalb qiladigan darajada ekspozitsiyalashtirilgan. Muzeyimizning rassom ta'mirlovchisi o'zining rassomiga ega. Mana shu rassom tomonidan chizilgan birinchi bu kartinamiz bu yerda Yura davri tasvirlangan. Bundan 200 million yil oldin Mezozoy erasida bo'lgan Yura davri bu juda ham flora faunasi juda ham boy bo'lgan davr hisoblanadi. Keyinchalik meteoritlarning yomg'iri natijasida, yomg'irda juda ham ko'p tushishi natijasida yerda ofatlar kelib chiqqan. Ulardan so'ng esa dinozavrlar qirilib ketishgan. Bu yerda esa muzeyimizning eng qimmatbaho eksponatlaridan biri bu mamutning son suyagi, jag' tishi, terisi va teri osti yog'i. Mamutlar bu qirilib ketgan hayvon hisoblanadi. Aslida mamutlarning ham ajdodi bo'lgan bu mastodontlar. Ulardan keyin mamutlar, hozirda esa fillarni biz avlodlari desak bo'ladi. Asl holatidagi asl holatda bu son suyagi bu oyoqni boshlanishi, jag' tishi, terisi, teri osti yog'i bular hammasi Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi Yoqutiston Respublikasidan topilgan. Fermerlar yerga ishlov berishi jarayonida 1901-yilda topib olishgan. Ular xursand bo'lib ketishganki, biz dinozavrning qoldiqlarini topib oldik deb. Lekin aniqlanganda bu mamutning suyaklarligi aniqlangan va keyinchalik biz muzeyimizga sovg'a tariqasida topshirilgan. Bu jag' suyagi deyapsiz. Jag' tishi. Jag' tishi. Voy, tushlarni. Hozirgi kunda bu mamutning qolgan suyaklari esa Sankt-Peterburgdagi zoologiya muzeyida saqlanadi. Juda ham qiziq ma'lumotlar, haqiqatan ham qadrli tomoshabinlar. Biz bajonidil mana shu ma'lumotlarni sizlarga tasvirlar orqali ham havola etamiz. Hozir esa navbatdagi zalga o'tsak bo'ladi. Navbatdagi zalga o'tishimiz mumkin. Marhamat. Albatta, hozir bir narsani so'ramoqchiman. Mana shu shimpanze o'zi aslida qachondir tirik bo'lganmi?
Albatta, aslida bizning muzeyimizdagi barcha bu tulumlarimiz, aslida bu tulum deyiladi. Bu hayvonlarimiz qachonlardir tirik bo'lgan, lekin biz bularni ataylab muzey uchun o'ldirmaganmiz. Bilasizki, hayvonot bog'lari bor, sirk bor, tabiat qo'riqxonalari bor. Mana shu yerda har xil hayvonlar uchraydi. Shu hayvonlar o'zi yoshi yetib kelib, qarib yoki biror kasallikka uchrab yoki biror yirtqich hayvon bilan jang natijasida nobud bo'ladigan bo'lsa, ana shu o'lgan hayvonlardan shunday tulumlar yasaladi. Hozir demoqchisizki, hamma narsasi o'zi asl holatida. Asl holatida. Quloqlardan tortib ko'zlarigacha. Ko'zlari lekin shisha, demak siz bilamizki, ko'z baribir suyuqlik oqib ketadi. U yerga shisha qo'yilgan. Bu ish bilan shug'ullanadigan soha vakillari bor, taksidermistlar. Taksidermiya soha vakillari, u hech qayerda o'qitilmaydi. Ular ustoz shogird an'analari asosida o'rgatilib kelinadi. Albatta, aynan mana shu muzeyga kelayotgan o'sha tomoshabinlar deymiz, mehmonlar uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni o'sha ko'zlar bilan ko'rib his qilishlari uchun mana shunday eksponatlar taqdim etiladi o'zi aslida. Shunday. Ya'ni biz tabiatda borib ko'ra olmasligimiz mumkin bu hayvonlarni, lekin tabiat muzeyiga kelib, soha mutaxassislaridan bilimlarni olgan holatda biz tabiatning bir bo'lagi ekanligimizni anglashimiz mumkin bu muzeyda. Albatta. Hattoki bu yerda yana qo'shimcha yozuvlar bilan kimdir shubha qilsa, haqiqatan ham gepard ekanligini etiketasi qo'yilgan, 3 ta tilda yozilgan. Bu yerda biz gepardni ko'rishimiz mumkin. Gepard bu eng tezkor hayvon, juda ham tez harakatlanadi. Agar yuguradigan bo'lsa, bitta sport mashinasi bilan bemalol tezlikda bellashishi mumkin. Va bitta ma'lumotni aytishim kerakki, qachonlardir bizning o'lkamizda shunday gepardlar, qoplonlar, yo'lbarslar yashagan. Lekin keyinchalik bularning yashash muhitini qisqarishi va bularga qarshi brakonyerlik ov jarayonlari natijasida bular yo'qolib ketgan. Albatta, juda ham qimmat hayvon hisoblanadi. Shuning uchun ham o'sha aytganlaridek ularni ovlash avjiga olgan paytlar bo'lgan. Bu esa toshbaqa. Filsimon toshbaqa bu quruqlikda uchraydigan eng yirik toshbaqa hisoblanadi va bular eng uzoq umr ko'radigan hayvon hisoblanadi. Ya'ni 300 yilgacha yashashi mumkin ekan. Bu unday yirik quruqda yashaydigan toshbaqalar bizni Markaziy Osiyoda uchramaydi. Bular Galapagos, Seychel orollarida uchraydi. Bu muzeyimizga sovg'a tariqasida topshirilgan. Endi ko'pchilikda savol tug'iladi. Insonni yashash cheklangan 300 yoshgacha, lekin biz buni yoshini qayerdan bilishimiz mumkin degan savol tug'iladi. Uni fan orqali bilingan. Mana shunday ustidagi toshlar bu pantsir deyiladi. Ana shu pansirning yo'l-yo'llariga qarab, xuddiki daraxtlarning yo'l-yo'lini bilamiz-ku. Ana shunga qarab turib biz toshbaqani yoshini aniqlab olishimiz mumkin ekan. Qarang, tabiatning qay darajada mukammalligini, hattoki tabiatning o'zi uchun o'zi so'zlar ekan. Shunday. To'g'rimi? Juda ham ishonarli deb aytishim mumkin edi-ku, lekin bu asl holati ekan, demak bu asli ekan. Shunday. Tabiat muzeyiga kelayotgan mehmonlarning soni kun sayin ortsa kerak. Asosiy bizning tashrif buyuruvchilarimiz baribir bu yoshlar, ya'ni maktab o'quvchilari, oliy ta'lim dargohlarining talabalari hisoblanadi. Hozirgi kunda bilamiz, o'lkamizda o'sha yurtimizda turizmning rivojlanishi natijasida turistlar oqimi ham kuchayib bormoqda. Ya'ni bizni tabiatimizga, flora faunamizga qiziqqan turistlar juda ham ko'p. Aynan hozir biz Eski shahar qismida joylashganmiz, muzeyimiz Toshkentning. Eski shahar qismida bilamiz qancha turistlar uchun qiziqarli bo'lgan maskanlar bor. Ana shu yerdan bittasi bu tabiat muzeyi hisoblanadi. Haqiqatan ham hozir har bir hududni ko'ryapmiz. Hattoki mana shu yerda biz o'sha Antarktidani ham ko'ryapmiz. Pingvinlarni ko'rishimiz mumkin. Yana bitta narsa aytib o'tishim kerak sizga, ya'ni bizni O'zbekiston Davlat tabiat muzeyida faqat O'zbekiston yoki Markaziy Osiyoda uchraydigan hayvonlar emas, balki biz dunyo hayvonlarini ham ko'rishimiz mumkin. Chunki bizning muzeyimiz 10 ga yaqin davlatlar bilan hamkorlikda ish olib boradi. U yerda qo'shma ekspozitsiyalar yaratish, eksponatlar almashish kabi ishlar olib boriladi. Mana shu pingvin bolasini ko'rib, albatta bir multfilm yodingizga tushgan bo'lsa kerak, Lolo va Pipi. Aynan imperator pingvinini bolalari mana shunday ko'rinishda bo'lar ekan, o'zlari esa mana bunday ko'rinishda. Bu hozir haqiqiy ko'rinishlari. Albatta ular hozir tirik emas, lekin aynan tabiatda xuddi shunday ko'rinishda bo'lishadi. Bir narsani aytishimiz kerakki, aynan oq ayiqlar ham bu yerda albatta ko'rsatilgan, taqdim etilgan, lekin bu ikki jonivor yonma-yon yashamas ekan. Birlari janub tomonda yashasalar, boshqalari esa shimoliy qismda. Mana bu yerda esa qirol pingvini. Qirol pingvin deyishni sababi nima ekan deb ko'p o'ylaganman, to'g'risi bolaligimda. Ular qirollardek viqori bilan boshlarini baland ko'tarib yurishib, mana shunday
chiroyli bir tabiatga husn qo'shishlarni o'zi mana shunday qurolliklardan darak bersa kerak fikrimcha. Albatta mana shu hududga kelsangiz, aynan muzeyda hattoki bizni o'lkamizda umuman uchramaydigan shunday jonivorlar haqidagi nafaqat ma'lumotlarni olishingiz mumkin, balki ko'zingiz bilan ularni yaqindan ko'rish imkoniga ham ega bo'lasiz. Bilasizmi, qadrli tomoshabinlar, haqiqatan ham agar mana shu muzeyga kirsangiz, mana shunday eksponatlarni ko'rib, odam haqiqatan ham tabiatni bir bo'lagiga tushib qolganga o'xshaydi. Demak, G'ulomjon, mana shu eksponatlar haqida, mana shu bo'lim haqida gapirsak. Ha, bu bo'limimizda suv va botqoqlik qushlari zali deb aytiladi. Ya'ni O'zbekistonni hududida uchraydigan suv va botqoqlik qushlari. Birinchi navbatda pushti saqoqush haqida gapiradigan bo'lsak, pushti saqoqush eng yirik uchuvchi qushlardan biri bo'lib hisoblanadi. Uni ajablanarli tomoni tumshuq qismini ostida, ya'ni suvni yig'ib, ya'ni ozuqa yig'ish uchun xizmat qiladi. Biza ba'zi manbalarda o'qiganmiz 10 litr atrofida suv yig'adi deyiladi, lekin yaqinda o'qigan ma'lumotimga qaraganda 9 dan 13 litr atrofigacha ham suv yig'ish mumkin deb yozilgan. Demak, bu cho'ziladigan mana shu pastki qismi. Albatta, tumshuqlar yordamida baliqlar va har xil deylik qurbaqa bolalari bilan oziqlanishi mumkin. Bular ham suvda ham quruqlikda yuruvchi qushlar. Sababi suvga tushganlarida oyoqlaridagi shu parda qismlari xuddi eshkak vazifasini bajarib, ularni harakatga keltiradi suvda. Quruqlikda ham bemalol harakatlana olishadi. Hop, tepada esa bo'rini ko'rishimiz mumkin. Bo'rilar juda ham aqlli va strategik ov qiluvchi hayvonlar bo'lib hisoblanadi. Asosan jamoaviy bo'lib yashashadi. Bitta to'dada 4 tadan 40 tagacha bo'ri bo'lishi mumkin ekan. Ular ham botqoqlikda yashashi mumkin ekan. Va aynan shu hududlar atrofida o'rmonzorlarda yashashadi. Bu yerda esa Zarafshon qirg'ovuli. Zarafshon qirg'ovullari ham qamishzorli hududlarda hayot kechiradi. Zarafshon qirg'ovuli haqida shunaqa qiziqarli fakt borki, ular yashaydigan hudud ekologik toza hudud hisoblanadi. Ya'ni ular yashaydigan hudud deylik bemalol yashashga yaroqli yoki bo'lmasam ekologik jihatdan toza hudud bo'lib hisoblanadi. Demak, shundan bilishimiz mumkinki, agarda mana shu qushlar o'sha yerda istiqomat qilishsa, bemalol insonlar qo'rqmasdan, ekologik xavfni sezmasdan o'sha joylarda istiqomat qilishlari mumkin ekan. Albatta. Bu yerda esa oq tovusni ko'rishimiz mumkin. Oq tovuslar asosan Hindiston yoki Shri-Lankada uchrashimiz mumkin bo'ladi. Ular albinos emas, bu rang mutatsiyasi, ya'ni ular shu turdagi oppoq bo'lib tug'iladi va shu ko'rinishda yashaydi. Ko'zlari ko'kimtir yoki jigarrang rangda bo'ladi. Albinos emas ular. Pastda bo'ladigan bo'lsa, vishildoq oqqushi, bular ham eng yirik uchuvchi qushlardan biri bo'lib hisoblanadi. Vishildoq oqqush deyilishiga sabab harakat vaqtida yoki qo'rqganda vishillagan tovush chiqargani uchun vishildoq oqqushi deb nomlanadi. Bular ham suzish, ham quruqlikda yurish qobiliyatiga, xususiyatiga ega bo'lgan qushlar bo'lib hisoblanadi. Bilasizmi, G'ulomjon, hozir mana shu yerda siz mana shu eksponatlar haqida ma'lumot beryapsiz. Men esa bir narsani o'ylayapman. Agarda tabiatdan mana shu jonzotlarning oldiga borsangiz, turib bermaydi. Uni asl holati qanday ekanligini ko'ra olmaysiz, to'g'rimi? Albatta. Tabiat muzeyida esa buni imkoni bor ekan. Nimagadir men bolalarcha bir xursand bo'lib ketyapman, chunki haqiqatan ham tumshug'i qanaqa, o'sha panjalari qanaqa, hattoki mana patlari qanaqa ko'rinishda bo'lishini mana shu yerga kelib siz nafaqat ko'rishingiz, balki his etishingiz ham mumkin ekan. Albatta, ular haqida ma'lumot ham olish mumkin. Qayerda yashashi va ularni ko'rib ko'z oldimizga keltirishimiz ham mumkin. Xo'p, navbatda esa bizda oq qarqaralarimiz, haqqush, qoravoy, kulrang qarqara, qoshiq burun va o'rdaklarni ko'rishimiz mumkin. Bu qushlar suv va botqoqlik hududlarida yashaydi dedik. Sababi ularning uzun oyoqlari, uzun tumshuqlari bularni botqoqlik hududlarida yashayotgan paytda, harakatlanayotgan paytda hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi va bemalol harakatlana olishadi. Va bu turdagi qushlar ham O'zbekistonning botqoqlik hududlarida uchraydi. Qoshiq burun deyilishiga asosiy sabab tumshuqlari qoshiqsimon bo'lganligi uchun qoshiq burun deb nomlanadi. Va o'rdaklarimizda shunaqa xususiyat bor ekanki, ular cho'kmaydi hech qachon. Sababi tanasidan ular yog' ajratib chiqarar ekan. Bilamizki, yog' bilan suv bir-biriga qo'shilmaydi molekulalari va shuning natijasida ular yomg'irli havoda ham bemalol harakatlana olishadi va ucha olishadi. Albatta, hattoki biz mana eksponatlar orasida ularni qay darajada ucha olishini ham ko'rishimiz mumkin ekan. Chiroyli bir taqdim etilgan ekan. Eksponatlarimiz faqatgina namoyishga qo'yilmagan, ba'zilari dinamik usulda ularni harakatga kelayotgan vaziyatlari ham qo'yilgan. Bunga misol aynan qamishzor mushugi bo'lishi mumkin. Ko'rayotganimizdek, qamishzor mushuklari ov jarayonini amalga oshirayotgan paytida bu yoqda dinamik usulda yasalgan. Qamishzor mushuklari asosan qamishzorlarda
uchraydi. Hajm jihatdan bir qancha kattaroq ekan. Kattaroq bo'ladi xonaki mushuklarga nisbatan. Va tabiatda o'zlari ovlab hayvon ovlab yeydigan bo'lsa uzoqroq umr ko'rish xususiyati bor ekan bo'ladi. Ya'ni xonakilashtirish juda ham qiyin bo'lgan yovvoyi mushuklar deb ham aytishimiz mumkin. Albatta mana bu qushni qarang, hattoki o'sha panjalarigacha haqiqiy ekanligini mana shu yerga kelib his qilish mumkin ekan. Haqiqatan ham biz beja sizga bu ma'lumotlarni, bu tasvirlarni taqdim etmayapmiz, chunki tabiat bilan yaqin bo'lish uchun albatta tabiat muzeyiga kelish kerak ekan. Albatta. Ko'pchilikni qiziqtirgan o'sha ayiqlar mavzusi. Albatta. Hop, bu yerda esa biz qo'riqxona dioramasini ko'rishimiz mumkin. Birinchi navbatda diorama haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, diorama bu aynan shu hayvonlar qaysi hayvonlar bilan uchraydi, qanaqa tabiatda yashaydi va qanaqa ko'rinishda yashaydi dekoratsiya qilib shu ko'rinishda yasash bu diorama deyiladi. Ko'rsatib berish bu bizga tasavvurlar yanada hosil bo'lishiga, yana ham yaxshiroq tushunishiga va qanaqa hududda yashashini ko'z oldiga keltirishi uchun xizmat qiladi. Albatta, shubhasiz. Bizda bilamizki 8 ta qo'riqxonamiz bor. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Qo'ng'ir ayiq o'zini o'ljasi bilan, ya'ni kulrang kiyik bilan tasvirlangan. Qo'ng'ir ayiqlar omnivor hayvonlar bo'lib hisoblanadi. Bu degani hammaxo'r, ya'ni ham o'simliklar, ham hayvonlar bilan oziqlanishi mumkin. Asosan kuz oylarida bitta qo'ng'ir ayiq 15 kilogrammgacha ozuqa iste'mol qilishi mumkin ekan. Sababi teri osti yog'iga yog' qatlami yig'adi va qishki uyquda uni zaxira sifatida sarflaydi. Bu yerda ham qo'ng'ir ayiq o'zi tik turgan holatda ko'rishimiz mumkin. Ko'zlari juda ham yaxshi ko'rish qobiliyatiga ega va ovchi, ya'ni baliqlarni juda ham xush ko'radi. Xush ko'ruvchi hayvon bo'lib hisoblanadi. Pastda esa jayrani ko'rishimiz mumkin. Jayralar bu kemiruvchi hayvonlar bo'lib hisoblanadi. Ular ham aynan qo'riqxonalarimizda uchraydi. Xavf sezadigan bo'lsa jayralar tikanlarini ochib, o'zlarini o'rab olib, o'zlarini himoya qilishar ekan va himoya vazifasini bajaradi deb aytsak ham bo'ladi ularning tikanlari. Mana shunday eksponatni asl holicha saqlab turish uchun menimcha aynan ishchi xodimlardan ham mas'uliyat va ma'lum bir tajriba talab etilsa kerak. Albatta. Har doim himoya qilishga harakat qilamiz bolalardan, chunki bolalarda qiziqish juda ham kuchli. Ushlab ko'rishga harakat qilishadi. Albatta, har soniyada ichkariga kirib ushlab ko'rishga harakat qilishlari mumkin. Ularni maxsus dorilanganini aytamiz ularga, qo'l bilan tegish mumkin emasligini tushuntirib o'tamiz va shu tariqa tushuntirish ishlari olib boriladi. Endi maxsus xodimlar ham bor, ularni qo'riqlaydigan. Hop, bu yerda esa qoshiq burunni ko'rishimiz mumkin. Qoshiq burun hozir suv otoqlik qushlarida tanishgan qushimiz bo'lib hisoblanadi. Boya aytib o'tganimdek, tumshuqlari qoshiqqa juda ham o'xshagani uchun aynan shu nomni olgan. Bu yerda esa quloqdor yapaloq qush. Bular asosan tunda faol bo'lgan hayvonlar, ya'ni ham deymiz bular. Albatta. Ertalab uyquda bo'lishadi, kechqurun ovga chiqishadi. Asosiy ozuqalari kemiruvchilar. Boshlarini 270 gradusgacha, ya'ni aylantira olishlari mumkin. Bo'ladi. Bunga o'ziga yarasha yetarli sabablar bor. Bu yerda esa yana zarafshon qirg'ovullarni uchratishimiz mumkin. Demak, bunday eksponatlar soni yetarlicha bo'lgani uchun ularni mana shunday qutilarda va albatta unday dekoratsiyalarda yasalgan xonalarda taqdim etilgan. Qadrli tomoshabinlar, qiziqarli va albatta foydali ma'lumotlarni sizlarga taqdim etishda davom etamiz. Bu yangi tashkil etilgan hudud ekan. Dioramamizda. Bu yerda cho'l dioramasi, aynan bu yerda biz o'lkamizning dashtli, cho'lli hududlarida uchraydigan hayvonlar haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Bu yerda tuvaloqni ko'rishimiz mumkin. Tuvaloq aslida vatani Saudiya Arabistoni, lekin bu uchib o'tuvchi qush bo'lganligi uchun bizni yozning oxiri, kuzning boshlanishida qishlash maqsadida o'lkamizda, ayniqsa Navoiy viloyatiga ko'chib kelib, juda ham ko'p uchraydi. U yerda dasht tulkisini ko'rishimiz mumkin. Qum charx iloni, qum bo'g'ma iloni, juda ham zaharli bo'lgan ilonlarimiz. Hayotda kattaroq hajmda bo'ladi. Albatta. Bu yerda esa echkemarni ko'rishimiz mumkin. Bo'z echkemari. U yerda turkman qoraquloqi. Turkman qoraquloq deyilishiga sabab nomi o'zini tashqi ko'rinishdan kelib chiqqan holatda, ya'ni quloqlarning orqasida qorasi bo'lgani uchun qoraquloq deb nomlangan. Hozirgi kunda bizning respublikamizning Xorazm viloyatida, Qoraqalpog'iston respublikasida va Turkmaniston respublikasida uchraydi va asosiy ozuqasi bu kemiruvchilar hisoblanadi. Bu yerda esa tipratikanni ko'rib o'tishimiz mumkin. Bitta narsani aytib o'tishim kerak, mana shu oddiy tipratikanimiz ham 2024-yilda Qizil kitobga kiritildi. Demak, yo'qolib borayotgan hayvonlar hisoblanadi. Albatta, ya'ni o'zi aslida bilamizki, Qizil kitobga faqat yo'qolib borayotgan
kamyob bo'lgan hayvonlarimiz kiritilib, u muhofazaga olinadi. Shu tipratikkanimiz ham muhofazaga olinib 2024-yilda Qizil kitobga kiritildi. Qizil kitoblar har 5 yilda yangi chop etiladi. Bunda aynan o'sha tabiatimizda kuzatib borilib, muhofazaga olinishi kerak bo'lgan hayvonlar kiritib boriladi. Bo'yi bizning bo'yimizdan ham baland. Shunaqa. Tabiatda agarda yakkama-yakka uchrab qolsak, qarama-qarshimizdan chiqib qolsa, albatta biz birmuncha qo'rqqan bo'lar edik, lekin hozir aynan uni asl ko'rinishini mana shu joyda ko'rishimiz mumkin. Tulum holatida, eksponat holatida bemalol ko'rib, ko'proq ma'lumot olib, tasavvur hosil qilishimiz mumkin. Bu yangi eksponatlarimiz, muzeyimizga yaqinda kelib qo'shilgan. Qo'ng'ir ayiqimiz, bu yerda oq ayiqimiz, oq ayiqlarni bilamizki, tanasini 40% yog'dan iborat bo'ladi. Ya'ni ularni o'sha yashash muhiti muziklarda, sovuqda iborat bo'lgani uchun muzlab qolmasligi uchun bu himoya ekan bu yog' qatlami. Bu yerda tog' qo'yi, bu yerda esa Buxoro xonguli. Bunday bug'ular O'zbekiston hududida uchraydi. Aynan Buxoro viloyatidagi qo'riqxonada hozirda bularni asrab-avaylab ko'paytirish ishlari olib borilyapti. Asosan bu bug'ularimiz shoxlariga qarab turib qadrlanar ekan. Juda ham bir viqorli jonivorlar. Buxoro xonguli deyilishiga sabab bor. Aynan bu qaraydigan bo'lsak, ko'zlari juda ham mungli. Ya'ni Buxoro xoni buni ovga chiqqan jarayonda ovlab o'ldira olmagan ekan. Ko'zlariga qarab. Ya'ni saroyga olib kelgandan so'ng xuddiki o'zini gulidek saqlagani uchun bu xonning guli, Buxoro xon guli degan nomni olgan ekan. Bu yerda esa o'laksaxo'r qushlarimiz, griflar oilasiga kiradi. Oqboshli qumoy o'laksaxo'r qushimiz, ularning asosiy oziqasi bu kasal bo'lib qolgan yoki nobud bo'lgan hayvonlar, ya'ni qoldiqlar bilan oziqlanishadi. Bu yerda esa zebra. Bilamizki, zebrani vatani bu Afrika otlari ham deyishadi. Bizning muzeyimizda mana buni asl terisidan yasalgan eksponatni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda esa tovusimiz, Sibir bo'risi va Amur yo'lbarsi. Amur yo'lbarsi bu hozirgi kunda tabiatda uchraydigan eng yirik yo'lbars hisoblanadi. Yana bitta narsani aytib o'tishimiz kerakki, yo'lbarslarning hech qachon o'zlarining uyi bo'lmaydi. Ular har doim yashash hududini o'zgartirib turishadi. Ya'ni bu yerda aynan ovga bog'liq ekan. Ya'ni ko'p ov qilgandan so'ng hayvonlar qochishni boshlaydi, yangi hududlarni qidirib, keyin ov qilishni boshlashadi. Bir narsa o'ylantiryaptiki, mayli, endi bular tik holatda, lekin mana bu zebrani mana shunday bir jangovar holatda taqdim etish uchun menimcha boshqacha bir konstruksiyadan foydalanilgan bo'lsa kerak. Taksirma soha vakillari aynan zoolog, biologlar bilan birga ishlashadi. Ya'ni bu yerda hayvon qanchalik sakray oladi, qanchalik ov jarayonida o'zini qanday tutadi, ular ancha kuzatishadi. Kuzatgandan so'ng uni shu shaklga keltirishadi. Bunda turli xil temir konstruksiyalardan foydalanish mumkin. Birinchi haykali yasalib, keyin uni haykalini ustiga esa terisi tortiladi. Albatta. Qadrli tomoshabinlar, menimcha mana shu yerga oid bo'lgan ma'lumotlarni qo'shimcha sifatida sizlarga birma-bir tasvirlar orqali havola etmasak bo'lmaydi. Chunki bunday go'zallikdan siz ham bahramand bo'lishingiz kerak albatta. Endi esa menimcha nafaqat meni, balki tomoshabinlarni ham mana shu eksponat qiziqtirsa kerak.
Bu yerda biz umumiy biologiya zalimizda noodatiy bo'lgan eksponatlarni ko'rishimiz mumkin, ya'ni mutatsiyaga uchragan mutant jonivorlarimiz. Ya'ni bu yerda irsiyatning asosi bo'lgan gen va xromosomalarning kamayishi, ko'payishi natijasida shunaqa noodatiy hayvonlar dunyoga keladi, lekin bular uzoq yashamaydi. Bor yo'g'i bir haftagina yashashi mumkin. Chunki tashqi ko'rinishdagi defektlar ichki organlarda ham aksini topgan. Ikki boshli va bir ko'zli qo'zichog'imiz, ular 2016-yilda Toshkent shahrida Ko'kcha dahasida dunyoga kelgan. O'zimizda demak. O'zimizda Toshkentda. Nega aynan bizda va nima sababdan bular bunday dunyoga keldi desak, buni tagiga yetib o'rganganimizda bularga yonilg'i quyish shoxobchalaridan oldida o'sgan o't o'lanlarni berishgan, suvdan ichgan, ya'ni bular zaharlanib qolishgan neft mahsulotlari bilan. Ya'ni aslida bu ekologiyaning buzilishi yoki radiatsiya natijasida shunday mutatsiyaga uchragan mutantlar dunyoga kelishi mumkin. Albatta, baribir o'sha tabiatning qonun qoidalariga amal qilinmasa, mana shunday noxush vaziyatlar sodir bo'ladi. Buni ham shunday deyishimiz mumkin. Bu birgina namunasi. Misol, albatta. Misol, bu yerda esa tovuslarni yana ko'rishimiz mumkin va bu yerda maxsus idishlarga solingan suyuqlikda joylashgan eksponatlarimiz, ular turgan suyuqlik formalin suyuqligi. Shu formalin suyuqligi bizning eksponatlarimiz 100 yilgacha va undan ko'proqqa tashqi ko'rinishi, hajmi, rangini o'zgartirmagan holatda saqlab beradi. Tepada biz dengizda uchraydigan jonzotlarni, hattoki skat dumidan tok chiqaradigan, bu yerda xavfli bo'lgan hasharotlarimiz, qora qurtni ko'rishimiz mumkin. Qora qurt bu zahri juda ham kuchli bo'lganligi uchun bu hattoki chayon, kobra ilondan ham zahri kuchli deyiladi. Bu yerda biz ekspozitsiyamizda yana mutatsiyaga uchragan mutant jonivorlarimizni va serjun echkilarni ko'rishimiz mumkin. Nega aynan serjun echkilar deb nom olishgan? Bularning junlari ularning hattoki go'shtidan ham qimmatroq hisoblanadi. Ya'ni ularni mana shu junlardan turli xil kiyim-kechak, sharf, shapka, hatto gilam to'qi sohalarida ishlatilar ekan. Bu to'qroq rangi bu angor, ya'ni dashtli hududlarda uchraydi. Oqqa esa bu tog' echkisi. Bu yerda esa tojli turnalarimiz, tojli turnalar deyishiga sabab aynan tashqi ko'rinishdan kelib chiqqan holatda oltin rang patlari bor boshda, xuddi tojdek. Ular Afrika hududida yashaydi, hattoki ba'zi bir turlari Yaponiyada ham uchrar ekan. Bu yerda esa bronza zotli kurka, tovuqlarimiz, parandalarimiz va kabutarlarni ko'rishimiz mumkin. Va bu yerda bitta narsani aytib o'tishim kerak, seleksion jarayonini ko'rsatib berganmiz. Ya'ni o'simliklarda bilamizki, yangi nav paydo qilinadi, o'simliklarda esa yangi zot. Bu nimadan kelib chiqqan? Hayvonlarda. Hayvonlarda. Ya'ni bu aynan insonning ehtiyojidan kelib chiqqan holatda, ya'ni estetik zavq beruvchi qushni yaratishda yoki ko'proq go'sht, ko'proq tuxum olish uchun parandalarda yoki o'simliklarimizda ko'proq hosil olish uchun bu narsa hammasi bajariladi. Mana shu hayvon albatta ko'p multfilmlarda bolalar uchun taqdim etiladigan o'sha filmlarda ham ba'zan qahramon sifatida ishtirok etadi. Albatta. Muzeyimiz bu burchagi Balandtog' diyoramasi deyiladi. Birinchi eksponatimiz bu Slonson. Bu yerda esa qor qoplonlarini ko'rishimiz mumkin. Qor qoplonlari ham hozirgi kunda tabiatimizdagi noyob hayvonlar bo'lib hisoblanadi. Bu inson oyog'i yetmaydigan 500 metr balandlikda ham yashay olishlari mumkin va qorli hududlarda bemalol hayot kechirishadi. Sababi terisi juda ham yungli bo'lganligi va maxsus yog' qatlami bo'lganligi sababli hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi. Hop, dumlari 1,5 metrgacha bo'lar ekanda, qattiq sovuqda dumlariga o'zlarini o'rab demak, shu dumlari bilan o'zlarini himoya qilishar ekan qattiq sovuqda. Ana qarang, tabiatning bir mo'jizakorligini, hattoki o'sha qoplonlar ham o'z dumiga o'ralib, o'zini o'zi himoya qilar ekan. Albatta. Bu turdagi hayvonimizni Hisor davlat qo'riqxonasida 22 juft qolgan hozir va bu fotoqopqonga tushib qolgan yaqinda. Ya'ni bizani hududlarimizda ham borligiga misol bu. Bu yerda esa tog' echkisini ko'rishimiz mumkin. Boya ta'kidlaganimizdek, dioramada asosan birga yashaydigan hayvonlar. Ya'ni qor qoplonlarning asosiy ozuqasi bo'lib hisoblanadi tog' echkilari. Bu yerda esa tasqara qushini ko'rishimiz mumkin. Bular xuddi oq boshli qumoydek tabiatimizni sanitar qushi, ya'ni tozalovchi qushi, har doim o'laksaxo'r deb aytsak bo'ladi, o'lgan hayvonlar bilan oziqlanishadi. Lekin shunday bo'lsa-da, buni nomi tasqara. Chunki aynan o'sha o'laksaxo'r bo'lgani uchun tasqara deb nom olgan. Albatta, bu yerda esa qo'ng'ir ayiqni, ya'ni ozuqa izlash vaqtidagi dinamik ko'rinishdagi tunumini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, aynan ayiqlarning turlari ham nihoyatda ko'p o'zi aslida, to'g'rimi? Albatta, bu ham O'zbekiston davlat tabiat muzeyining fondiga yaqinda qo'shilgan eksponatlardan biri. Tepada esa ilonxo'r burgut. Ilonxo'r burgutlarni
asosiy ozuqalari ilonlar. Boshqa hasharotlar bilan deylik ham oziqlanishi mumkin, lekin asosiy ozuqasi ilonlar. Tanasida ilonni zahriga qarshi immunitet rivojlanmagan bo'lganligi uchun ilonni tutishi bilan bosh qismini sug'urib tashlar ekan va tanasi bilan oziqlanadi. Bu yerda esa yovvoyi to'ng'izni ko'rishimiz mumkin va bu yerda esa bo'ri. Bo'rilar ta'kidlab o'tganimizdek juda ham aqlli va strategik ov qiluvchi hayvonlar bo'lib hisoblanadi va o'zlarini o'ljalarini kuchsizroq bo'lgan holatlarni poylashar ekan. Yirtqich hayvonlarni deyarli yetakchilardan biri bo'lgan bo'ri hattoki o'zidan bir necha barobar katta hajmdagi hayvonlarga ham hujum qilishadi. Albatta. To'da bo'lib. Albatta va hozirgi kunda qo'lga o'rgatish deyarli imkonsiz deb aytiladi. Ma'lum bir muddatga bo'lishi mumkin, lekin qo'lga o'rgatish imkonsiz bo'lgan hayvon. Navbatdagi xonamiz o'zi entomologiya bo'limiga tegishli zalimiz bo'ladi. Entomologiya bu o'zi nima degani? Entomologiya bu hasharotshunoslik, ya'ni hasharotni o'rganuvchi fan bo'lib hisoblanadi. Tabiatimizda hasharotlarning o'rni juda ham katta bo'lganligi sababli aynan shu turdagi chiroyli tasvirlar bilan xonamiz boyitilgan. Bu tashrif buyuruvchilar orasida ham o'ziga yarasha hissiyot uyg'otadi. O'shaning uchun tasviriy san'at bilan boyitilgan. Hop, bu yerda esa biz nimalar bilan tanishamiz? O'zi entomologiya, hasharotshunoslik dedik. Uni asosiy 4 guruhga bo'lar ekanmiz. Hop, tibbiyot entomologiyasi, o'rmon xo'jaligi, veterinariya va qishloq xo'jaligi entomologiyalari. Bular o'zlarining yo'nalishlari bilan yirik ilmiy ishlar qilishadi va zararli hasharotlarga qarshi kurashishadi. Mana shu yerni o'zida, qadrli tomoshabinlar, biz arini bir necha turlarini ko'ryapmiz. Hajmi jihatdan juda ham yirik-yiriklar ham bor ekan. Biz albatta tasvirlar orqali ham sizlarga havola etamiz. Hasharot turlari o'zi juda ham ko'p. Deylik, O'zbekiston Davlat tabiat muzeyining 97% kolleksiyalari, ya'ni eksponatlarni hasharotlar tashkil etadi. Ya'ni son bilan aytadigan bo'lsak, o'zi 363,059 ta, lekin hasharotlar kolleksiyasi 356,722 dan tashkil qiladi. Va bularni 23 mingga yaqini O'zbekiston hududidan va 100 mingga yaqini MDH dan yig'ib kelingan hasharot turlari bo'lib hisoblanadi va bular yillar davomida yig'ilgan. Bu yerda nafaqat O'zbekistonda uchraydigan, ya'ni kapalaklar, hasharotlar, balki dunyoning turli hududlarida, tropik hududlarda, issiq hududlarda, ekvator chizig'iga yaqin hududlarda uchratishimiz mumkin bo'lgan hasharotlarni ham ko'rishimiz mumkin. Bularning turlari har xil ekanligini ham mana shu eksponatlar orqali ko'rishimiz mumkin, to'g'rimi? O'sha ham turlari ham hajm jihatdan, kattaligi jihatdan. Albatta. Bularning asosan oyoqlari tayanch vazifasini, sakrash vazifasini o'taydi. Qanotlari bo'ladigan bo'lsa 9 dan 11 sm gacha bo'lishi mumkin. Bu yerda esa O'zbekistonning tog'li hududlarida, tog' yonbag'irlari va etaklarida uchratishimiz mumkin bo'lgan kaparaklarni uchratishimiz mumkin. Chiroyligini, qanotlarda shu darajada naqshlar mohirlik bilan bir taqdim etilganki, tabiatni o'zi bir musafir deymiz. Haqiqat mana o'sha savollarimizga, o'sha so'zlarimizga isbot bu yerda. Hattoki millimetrgacha ham adashtirilmagan, qarang, ikkita tomoni bir xil. Qoyilman, tasanno. Mo'jizasi deb aytsak bo'ladi. Bular maxsus qutilarda saqlanadi va germetika bilan yopiladi va bitta yasalgan o'zi tulim uchun 100 yilgacha kafolat beriladi, o'zining holatini saqlab turishiga va maxsus deylik kimyoviy moddalar ham ichiga solib qo'yilgan ko'rayotganimizdek. Bu yerda yana ham chiroyli. Bu yerda esa boya ta'kidlab o'tilgandek, dunyoning turli burchaklariga tegishli dedik, tropik kapalaklar va qo'ng'izlarni ko'rishimiz mumkin. Bular O'zbekiston hududida uchramaydi. Shunisi bilan ham e'tibori tortadi. Nimagadir hozir O'zbekiston hududida uchramaydi deyapsiz-ku, lekin o'sha bolaligimizda biz mana shu tilla qo'ng'izlarni olib o'ynardik-da. Ayrimlari bor, lekin yirik turlari esa O'zbekiston hududida uchramaydi. Ayrimlari, masalan, siz aytayotganingiz, ular hajmi kichkinaroq bo'ladi. Yiriklari bo'lsa O'zbekiston hududida kuzatilmaydi. Va fakt o'rnida aytishimiz mumkinki, hayvonlar va o'simliklarni butun dunyodagi bir joyga to'plaganimizda ham hasharotlar sonidan oshmas ekan. Ya'ni yiliga deylik 8 ming, 9 mingga yaqin yangi hasharot turi olimlar tomonidan aniqlanadi va olimlarning fikricha 8 million, 10 millionga yaqin hasharot turlari mavjud ekan yer yuzida. Hasharotlar qaysidir bir hayvonlar uchundir oziqa bo'ladi, yana qaysidir bir hayvonlar uchun o'sha tozalovchi vazifasini ham o'taydi aslida. Albatta. Masalan, chigirtkalarimizni qishloq xo'jaligi zarar yetkazadi deyshadi, lekin ular asosan qushlarimizni ozuqasi. Ular yo'q bo'ladigan bo'lsa, qushlarni ham qirilib ketishiga olib kelishi mumkin. Bu tabiatimiz zanjir, juda ham yaxshi bilamiz. Har bittasining o'ziga yarasha o'rni bor, lekin muvozanatda bo'lishi kerak.
Albatta. rosa qilsak bo'ladi. Hozir mana shu kapalaklarni qo'limizga olgimiz keladi-ku, lekin olib bo'lmaydi, chunki aytganlaridek o'sha kimyoviy ishlov berilgan va mana shu eksponat 100 yil davomida o'zini yaroqlilik muddatini o'tashi kerak, to'g'rimi? Albatta. Chiroyli ekan, juda ham borib. Rostdan ham chiroyli ekan. Qarang, xuddi ustiga baxmal yopib qo'ygandek mana ba'zilarini. Mana shu ko'rayotgan eksponatimiz Arktika oq bo'risi ekan. Albatta chiroyli tarzda o'sha kiraverishni o'ziga qo'yilgan ekan. 2023-yilda bu eksponat shu yerga joylangan. Yangi eksponatlardan biri. Bunday eksponatlarimiz juda ham ko'p. Agar hammasi haqida batafsil gaplashadigan bo'lsak, ancha vaqt ketadi. Albatta. Tomoshabinlarga ham aytadigan bo'lsak, muzeyimizga tashrif buyuring, tabiatga yaqinroq bo'ling, ular haqida batafsilroq ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Bundan tashqari muzeyimiz bir martalik tashrif buyuradigan joy emas, chunki har safar kelsangiz o'zingizga yangi bo'lgan sahifalarni ochasiz tabiatga oid. Muzeyimiz boyitib borilyapti, yangi eksponatlar kelyapti. Barchani muzeyimizga chorlab qolamiz. Albatta, shubhasiz, biz esa sizga bugun bergan ma'lumotlaringiz uchun tashakkur deymiz, chunki biz imkon qadar tomoshabinlarni tabiat bilan hech bo'lmaganda bir ozga yaqinroq bo'lishga undadik. Bunda esa sizlarni mana shu muzey xodimlarining o'rinlari juda ham katta ekanligini ta'kidlaymiz va tashrif buyurayotgan mehmonlardan albatta mana shu eksponatlarni avaylab asrashda mas'ul ekanliklarini ham eslatishimiz kerak menimcha. Qadrli tomoshabinlar, biz imkon qadar sizlarni aynan O'zbekiston Davlat tabiat muzeyi haqidagi ma'lumotlar bilan vaqtingizni chog' o'tkazishga harakat qildik. Umid qilamizki, bu ma'lumotlar befoyda bo'lmaydi, chunki agarda siz ham ko'rsatuvimiz orqali tabiatga birozda yaqinlasha olgan bo'lsangiz, biz bundan benihoya xursandmiz. Va ma'lumot o'rnida aytib o'tishimiz kerakki, bu yerdagi eksponatlar tez o'zgarib turadi, ya'ni boyib boradi. Demak, agarda siz yaqin orada bu muzeyga tashrif buyurgan bo'lsangiz, maslahatimiz yana bir bora keling, chunki eksponatlar haqiqatan ham ko'rishga arziguli. Umid qilamizki, bugungi mavzuyimiz sizni ham befarq qoldirmadi. Agarda shunday bo'lsa, biz bundan benihoya xursandmiz va Toshkent manzaralar loyihasini keyingi taqdimotiga qadar sizlar bilan xayrlashamiz. Yo'l olgan har qanday manzilingizda albatta sizga manzur bo'la oladigan ma'lumotlar hozir bo'lsin va albatta ulardan bahramand bo'lib quvonavering deymiz. Buguncha esa xayr, salomat bo'ling.